Farg'ona shahriga bir pishiriq pishiradigan opamizga anaqa bino qilib bergandik. 1 yil bo'lyapti qilib berganimizga. Ochganiga bir 6-7 oy bo'ldi, adashmasam. 8 metrga 4 metr qilgan. Buni fasad tunika bont, binonim qilindi, dekor plas qilindi, lekin ranglarni shu buyurtmachimiz o'zini qiziq tanlagan. Chunki dizayner ekan, o'qir ekan va zo'r qilib qo'yishgan. Biz qilib berganimizdan keyin ichini to'ldirgan, gullar osgan, bu narsalar qilgan. Haqiqatan zo'r qilgan. Nima deydi? Did bilan qilingan, mehr bilan qilingan va hozir savdolar juda ham yaxshi ekan. Bu tarafi Farg'ona shahar parki, bu tarafi davlat xizmatlari. Ichkarini ko'ramiz. Farg'ona shahrida bu. Böyle hamma yoq did bilan qilingan. Yur, minutini Siz o'g'lisiz-a? Ha. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Qizlar qochyapsiz, qochmayapsiz, bildim o'g'lisiz. O'rganyapsizmi savdo qilishda yo o'qiyapsizmi hozir? O'qiyapman. Do'kon qalay chiqqan? Yaxshi. Erkak bo'lib ayting qalay. Yaxshi. Kamchiligini nima ayting? Setlardi. Billah. Qarindoshlar bilan setdi ular. Ha, bularni o'zlar qildilar, lekin opes qilgan. Interiyerda o'zi o'qib qilgan. Ranglardan opes tanlagan edi. Güzel.